So'nggi yillarda yurtimizda milliy istiqlol kurashchilari bo'lmuş jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatiga odilona ko'z bilan qarash, ularning millat istiqboli, vatan ravnaqi uchun amalga oshirgan ishlariga xolisona baho berish yangi bosqichga ko'tarildi. Bugun ilmiy ijodiy merosiga haqqoniy, teran nazar tashlanayotgan ma'rifatparvarlarimizdan yana biri atoqli tilshunos, folklorshunos va tarjimon G'ozi olim Yunusovdir. Shunday insonlar borki, u mangulikka daxldor. Ana shunday insonlardan biri o'zbek xalqining faxri desak yanglishmaymiz. Jadidlarning ishongan vakillaridan biri G'ozi olim bo'ladi. G'ozi olim Yunus 1893-yil hozirgi Rossiya Federatsiyasini Kirov viloyatida, o'sha paytdagi Vitebsk guberniyasida Bobiy qishlog'ida tug'ilgan. Uni otasi o'z zamonasini o'ziga to'q va ayni paytda bilimdon kishilardan bo'lgan Abubakir Ahmadjon o'g'li G'ozi olim Yunusni yoshligidan boshlab yaxshi ilm olishiga, tarbiya qilishiga barcha sharoitlarni hozirlab beradi. Ziyrak va iqtidorli G'ozi olim bolaligidan o'qishga, bilim olishga mehr qo'ydi. Tirishqoqligi, izlanuvchanligi bilan tengdoshlaridan ajralib turdi. U dastlab o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'idagi Abdulla Bobiy maktabida savodini chiqardi. Lekin G'ozi olim Yunusning bu Bobiy qishlog'idagi bolalik yillari uzoq davom etgani yo'q. U otasining kasb faoliyatini Turkistonga ko'chirishi ortidan Toshkent viloyatiga ko'chib kelib, bolaligining ma'lum bir qismlari Turkiston mintaqasida o'tadi, ya'ni Toshkentda o'tadi. Toshkentda otasi Abubakir Ahmadjon o'g'li o'sha paytda biz bilamiz, Turkistonda rus mustamlakachiligi o'rnatilgandan keyin ular o'z manfaatlarini ko'zlab turli xil muassasalarni ham bu yerda tashkil etishdi. U rus tuzum maktablari bo'ladimi yoki bo'lmasam temir yo'llar tarmog'ini joriy qilish bo'ladimi, paxta tozalash zavodlarini qurish bo'ladimi? Shular qatorida Turkiston boyliklarini o'zlashtirish uchun banklarni ham ochishgan, rus banklarini tashkil qilishgan. Toshkentda ochilgan banklardan birida aynan shu G'ozi olim Yunusning otasi Ahmadjon o'g'li Abubakir Ahmadjon o'g'li faoliyat yuritadi va binobarin bu yerda oilaning o'ziga to'qligi G'ozi olim Yunusning ham Turkistondagi ta'limini yanada rivojlantirgan holda olishga imkoniyat yaratib beradi. U Toshkentdagi maktablarda tahsil oladi o'sha paytda keyingi olgan. Keyinchalik G'ozi olim tahsilni davom ettirish maqsadida 1909-yilda Istanbulga boradi. G'ozi olim Yunusov Usmoniylar poytaxtida Abdurauf Fitrat, Ataulla Xo'jayev, Mazhar Burxonov, Ahmadjon Mahzum va Muqimiddinbeklar bilan tanishadi. Xorazmlik Bekjon Rahmonov, Toshkentlik Shohid Eson Musayev, Xolat Saidlar bilan birga tahsil oladi. Bu davrda Turkiyada Fitrat, Mazhar Burxonov, Abdulaziz Kuljaviylar rahbarligida Turkistonlik talabalarning Turon nashri, Ma'rif jamiyati va Turk o'chog'i tashkilotlari faoliyat olib borar. Ular yosh turklarning Ittihod va Taraqqiy partiyasi bilan yaqin aloqada edilar. 13-14 yillar davomida Qohiradagi Al-Azhar madrasasida tahsil oladi. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'sha davrdayoq bu dunyoviy va diniy bilimlarni mukammal egallaydi. 1914-yilda Turkiya ta'lim vazirligi ma'murlari Rifat Bey va Aziz Beylarga maktub yo'llab, o'qishini Germaniyada davom ettirishni so'raydi. Biroq boshlanib qolgan Birinchi jahon urushi bunga imkon bermaydi. 1914-yili G'ozi olim Yunus Turkistonga qaytib kelib, bu yerdagi jadidlarning saflariga qo'shiladi. Abdulla Avloniy va Nizomiddin Xo'jayevlar tomonidan asos solingan Turon hamjamiyatida faoliyatini boshlaydi. Maktablar tizimini qo'llab-quvvatlash, gazetada maqolalar bostirib chiqarish kabi bir jarayonlarda faol ishtirok etadi. Jadidlarning tilda, fikrda, ishda birlik shiorini
o'zining hayotiy falsafasiga aylantirgan g'ozi olim Sho'royi Islom va Sho'royi Ulamo kabi siyosiy partiyalarda ham faol ishtirok etadi. 1917-yilda Turkiston muxtoriyati tashkil etilishida g'ozi olim ulamo jamiyatining a'zosi sifatida qatnashadi. 1917-yili 27-fevralda Rossiya imperiyasida siyosiy hokimiyatni almashinuvi 300 yildan ortiq hukmronlik qilgan Romanovlar sulolasining yakuniga yetishi va uni o'rnida muvaqqat hukumat, sovetlar hukumati kabi demak bir hokimiyatlar tuzilib, ma'lum bir muddat hokimiyatning yagona shakli o'rnatilgunga qadar Turkiston uchun ham azaldan orzu qilib kelinayotgan siyosiy faoliyatga bir sharoit yaratiladi. Jadidlar bu sharoitdan unumli foydalanib zudlik bilan harakatlarga kirishdi va 17-yil jadidlarning siyosiy faoliyatlarining mahsuli sifatida Sho'royi Islomiya, Sho'royi Ulamo, Turkadam markaziyati yoki shunga o'xshash qator bir milliy tashkilotlar, milliy tuzilmalar tuzildi, faoliyatini yo'lga qo'ydi. G'ozi olim Yunus ham xuddi shu jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatida avvalgi Sho'royi Islomiya jamiyatini tarkibida, undan keyin ulamo jamiyatining tarkibida xalqni yangi bir siyosiy tizimga tayyorlash, Turkiston uchun muxtoriyat g'oyalarini ishlab chiqish, so'z, matbuot erkinligi va ayni paytda boshqa shu kabi yo'nalishlarda faoliyatini amalga oshirdi. 1917-yil kuzida ulamo jamiyati, Sho'royi Islom, Markaziy Sho'ro, Turkadam markaziyati hammasi yagona bir musulmonlar ittifoqi degan tashkilotni tuzishadi va shu tashkilotning a'zolarining tashabbusi bilan keyin 1917-yil noyabr oyida biz bilamiz Turkiston muxtoriyati tuziladi. Demak, Turkiston muxtoriyatining tuzilishida g'ozi olim Yunusning ham boshqa o'sha tashkilot a'zolari kabi ma'lum darajada hissasi bor va bu jarayonlarda ishtirok etgan bevosita. Turkiston muxtoriyatining taqdiri ayanchli yakun topgach, g'ozi olim Yunusov Toshkentga qaytib keladi. U 1918-yil iyul oyida Turkiston yoshlarini ilmli va millatsevar ruhda tarbiyalash maqsadida Turk o'chog'i tashkilotini tuzadi. 1918-yilda ulamo jamiyati vakillari g'ozi olim Yunusov va Nuriddinbek Xudoyorxonovlar Turkiston ozodligi uchun kurashda Turkiya hukumatidan yordam so'rab borishadi. Aynan shu vaqtda Munavvar qori Abdurashidxonov ham Turkiyaga muftiy Sadriddin Sharif Xo'jayev va Said Nosir Mirjalilovlarni yo'llagan edi. Ular Turkiya bosh vaziri Tal'at Poshsho, xavfsizlik vaziri Azizbey va Nuri poshsholar bilan muzokaralar olib borishadi. Afsuski, Birinchi jahon urushiga tortilgan Turkiya hukumati turkistonlik qardoshlarga yordam qo'lini cho'za olmaydi. Ammo ular g'ozi olim Yunusov va Said Nosir Mirjalilovlarga Jenevaga borib, Millatlar Ligasidan Turkistonni Sovetlar birligidan ajratib olish masalasida yordam so'rashni taklif etadi. Said Nosir Mirjalilov Jenevaga borish yo'llarini axtarar ekan, g'ozi olim taklifni rad etadi va Toshkentga qaytib keladi. 1918-yildan boshlab asosiy faoliyatini bevosita ilm sohasiga yo'naltiradi, ilmiy faoliyatga yo'naltiradi va 1918-22-yillarda o'sha Turkiston xalq komissarligi, ma'rif komissarligi qoshidagi ilmiy kengashda ilmiy kotiblik vazifasidan boshlab o'zbek xalqining, o'zbek elining tilini, shevalarini, folklorshunosligini va boshqa shu kabi yo'nalishlarda ilmiy faoliyatini boshlab yuboradi va o'sha paytdagi bilim o'chog'i, ma'rif o'qituvchi, Turkiston yoki Ishtirokiyun kabi gazeta va jurnal sahifalarida ilmiy maqolalarni chiqarib, ilmiy yo'nalishda bir yangi bir sohaga asos soladi. Ayni bir paytda Fitrat boshchiligidagi Chig'atoy guruhiga ham a'zo bo'lib kiradi va bundan tashqari Turkiston Ma'rif xalq komissarligida faoliyat boshlaydi. O'zbeklarni o'rganish bilim jamiyatida faoliyat yuritadi. Endi g'ozi olim Yunusov
avvalo ilmiy ijodini shu publitsistik maqolalar bilan boshlaydi. Uning dastlabki maqolasi 1922-yilda Turkiston gazetasida chop etiladi. Bu maqolaning nomi O'zbeklarda el tanish ishi. Bu maqolaning boshlanish sarlavhasidayoq muallif o'zining shunday fikrlari bilan fikrlarini ilgari suradi. Turk urug'lari ichida o'zbek urug'i eng kam o'rganilgan, nafaqat turkiy ilmiy adabiyotlarda, balki jahon rus adabiyoti ta'sirida ham bu o'zbeklarni o'rganish nihoyatda sust darajada deb o'z fikrini bildiradi. Aynan o'zbeklarni o'rganish ishini o'sha o'zbek bilim jamiyati aynan G'ozi olim Yunusovga topshirganligini aytadi. Muallif maqolada aytishi bo'yicha Samarqand, Farg'ona, Toshkent muzofatlarini yayov kezib chiqadi va dialektologik folklor ekspeditsiyalarini amalga oshiradi. Ikkinchi maqolada aynan o'sha ekspeditsiya natijasida to'plangan materiallar xususida fikr yuritadi. 80 bosma toboqdan iborat o'zbek xalq shevalari, lahjalari, folkloriga oid ma'lumotlarni kitob shaklida nashr etilganligini haqli e'tirof etadi. G'ozi olim Yunusov 20-asrning 20-yillaridan boshlab Xalq ma'rif komissarligi qoshidagi ilmiy kengashda faoliyat yuritadi. U komissarlikning til va atamashunoslik bo'limida ilmiy kotib bo'lib ishlaydi. Bundan tashqari Samarqand pedakademiyasida o'zbek tili kafedrasi professori, Til va adabiyot institutida ilmiy xodim vazifasida faoliyat olib boradi. 1924-yilga kelib Adliya xalq nozirligida huquq masalalari bo'limini boshqaradi. U zamonaviy bilimlarni puxta egallagan olim sifatida O'zbekistonda madaniy qurilish, til va imlo masalalarini hal qilishda faol ishtirok etadi. Tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslik, tarix, etnografiya, falsafa va huquqshunoslik bilan jiddiy shug'ullanadi. Endi G'ozi olim Yunusov publitsist edik, tarjimon, folklorshunos, shivashunos va bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki, tilshunoslik sohasida birinchi o'zbek professori. U Samarqand pedakademiyasida o'zbek tilida ham dars beradi va shu yerda professor unvoniga sazovor bo'ladi. Endi G'ozi olim Yunusovni shivashunoslik faoliyatiga oid ma'lumotlarni qaraydigan bo'lsak, Ma'rif va o'qituvchi jurnalining 1922-yilgi sonida 10-11 sonlarida uning ikkita maqolasi chop etiladi. O'zbek shevalari va uni o'rganuvchilar uchun qo'llanma degan maqolasi chop etiladi. Bu maqolada aynan o'zi tomonidan shevalarni o'rganish bo'yicha uslubiy tavsiyalarni maqola shaklida chop ettiradi. Bu juda e'tiborli, hozirgi dialektologiya fani uchun ham juda e'tiborli. Bu maqolada aynan o'zbek lahja va shevalarini o'rganuvchilarga tavsiyalar berilgan. Bunda hududni tanlash, respondentni tanlash, urug' va lahjalarni tarmoqlanishini ko'rsatish, har bir lahja va shevaga xos bo'lgan fonetik xususiyatlar, morfologik xususiyatlar, leksik xususiyatlarni o'rganish va materiallarni to'plash va adabiy tilga qiyoslash. Bu juda murakkab masala edi, lekin G'ozi olim Yunusov o'sha davrdayoq shu shevalarni o'rganish bo'yicha dastlabki qo'llanmani yaratgan shevashunos olim. 1925-29-yillarda O'zbekiston Ma'rif xalq komissarligi fan bo'limining ilmiy kotibi va o'zbeklarni o'rganish qo'mitasining raisi vazifasida ishlaydi. O'zining O'rta Osiyo turkiylarining yangi alifbosi, yangi o'zbek lotin alifbosini o'rganish uchun kabi maqolalarda arab yozuvidan lotinlashtirilgan o'zbek yozuviga o'tishning ijobiy jihatlarini, ilmiy amaliy va ma'rifiy ahamiyatini puxta tahlillar orqali asoslab berdi. G'ozi olim Turkiston xalqlarini g'aflat uyqusidan uyg'otish uchun ajdodlar merosini qayta tiklash zarurligini anglaydi. Shu maqsadda u o'zbek tili va folkloriga alohida ahamiyat beradi. G'ozi olim o'zbek shevashunosligi, o'zbek atamashunosligida ham ulkan ishlarni amalga oshiradi. G'ozi olim Yunusov
lug'atshunos olim. Tilshunoslikning leksikografiya sohasida ham samarali ijod qilgan. Bunga o'ziga xos sabab bor. Adliya xalq komissarligida tarjimon bo'lib ham ishlaydi. Shu ruscha matnlarni o'zbek tiliga tarjima qilish masalasida ham faol ish olib boradi. Shu faoliyatining natijasi sifatida 1926-yilda ruscha, o'zbekcha qisqa siyosiy huquqiy terminlar lug'atini yaratadi. Bu lug'at o'sha davrda yaratilgan dastlabki terminologik lug'atlardan biri. Ungacha Nazir To'raqulov degan davlat arbobi bo'lgan, u kishi tomonidan yaratilgan qisqacha siyosiy huquqiy terminlar lug'ati yaratilgan. Uning so'zligi bor yo'q 403 ta termindan iborat. Lekin G'ozi olim Yunusning qisqacha siyosiy huquqiy terminlar lug'atida 1381 ta ruscha terminning o'zbekcha muqobili berilgan. O'zbek laqchalari tasnifida bir tajriba degan asari bor. 1926-yilda nashr etilgan. Bunda ham olimni alohida bir e'tirof etish lozimki, o'tgan asrning 60-yillargacha bo'lgan davrda o'zbek shevalarini tasnifini amalga oshirgan birinchi o'zbek ziyolisi bu G'ozi olim Yunus. Endi G'ozi olim Yunusov davr adabiy tilini yaratish masalasida ham o'ziga xos tashabbuslar bilan chiqadi. Davr adabiy tilini fonetik xususiyatlari, morfologik xususiyatlari, alifbo va imlo masalalari xususida ham o'zining ilg'or fikrlarini ilgari surgan. Jumladan uning O'zbek tili tovushlari degan maqolasi e'lon qilingan Ma'rif va o'qitish jurnalida o'sha maqolada o'zbek tilidagi unlilar tizimi, undoshlar tizimi, 9 ta unli tovush, 22 ta undosh tovushning fonetik xususiyatlari, fonematik xususiyatlari, akustik artikulyatsion xususiyatlari haqida dastlabki ma'lumotlarni bergan. Keyinchalik tovushlar haqidagi tasnif uning yuqori ta'kidlaganimiz o'zbek laqchalari shiyolar tasnifida bir tajriba asarida ham aks etgan. Ilmiy yo'nalishdagi faoliyati faqatgina yangi bir yo'nalishni, ya'ni o'zbek folklorshunoslik yo'nalishi yoki bo'lmasam o'zbek elshunoslik yo'nalishidagi o'ziga xos bir yangilik jihatlardan bittasi u dostonlarni, ya'ni baxshilar og'zidan yozib olingan dostonlarni aslicha, ya'ni qaysi shevada aytilgan bo'lsa, xuddi shu shevani saqlagan holatda unga hech qanday sayqal bermasdan aslicha yozib olish usuliga alohida e'tibor qaratadi. Va shu bilan birgalikda bu folklorshunoslik yo'nalishida yangi bir avlod vakillarini, ya'ni shogirdlar yetishtirishiga alohida e'tibor qaratgan eng mashhur shogirdlardan biri sifatida biz bugun ayni paytda uning o'zini jiyani hisoblangan Xodi Zarifni bilishimiz mumkin. Aynan Xodi Zarif G'ozi olim Yunus bilan birgalikda hatto uni uyida yashab shu folklorshunoslik ilm sohasini taraqqiy ettirgan yirik olimlardan biri sifatida tarixga kechadi keyinchalik. Tog'am birinchi navbatda o'zini tilshunos va etnograf tarixchi hisoblardi. U 20-yillarda juda ko'plab dialektologik va etnografik materiallar to'plagan olimdir. 1926-yil oxirlarida u menga "Mana sen folklorshunos bo'lmoqchisan. Yana bir qancha yoshlar yetishib chiqyapti. Endi men bemalol tilshunoslik bilan shug'ullansam bo'ladi" degandi. Chindan ham tog'am faoliyatining keyingi 10 yilida o'zbek urug'lari, ularning tarixi, tarqalishi va tili to'g'risida fundamental tadqiqotlar olib bordi. Xodi Zarif, folklorshunos olim. G'ozi olim Yunusov 1929-yilda Qashqadaryo va Surxondaryo vohalariga, 1930-yilda Xorazmga, 1932-yilda Toshkent vohasiga uyushtirilgan folklor, etnografiya va dialektologiya ekspeditsiyalariga bevosita boshchilik qiladi. G'ozi olim Yunusov o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarini bevosita odamlarning o'zlaridan eshitib yozib oladi. G'ozi olim Yunusov o'zbek xalq eposi Alpomish dostonining ilk tadqiqotchilaridan biri bo'ldi. Olim o'zbekning birinchi eposi Alpomishdir. U Gomerning Iliadasiga teng bir asardir deya mazkur dostonga juda yuqori va
haqqoniy baho beradi. U yana Alpomish dostoni uchun yozgan maqolasida yangi adabiyotimizga kuchli milliy asos bizning xalq adabiyotimiz bo'lishi kerak deya ta'kidlaydi. G'ozi olim Yunusov shuningdek alla janri to'g'risida ham qimmatli ma'lumotlar e'lon qiladi. Alla to'g'risida 1-2 og'iz so'z maqolasida 1926-yil 13-iyunda Ergash Jumanbulbul o'g'lidan yozib olingan erkaklar ijrosidagi alla, ya'ni Huiyya qo'shig'ini ilk bor e'lon qiladi. O'zbeklarda el tanish ishi maqolasida aynan G'ozi olim Yunusov o'zi shunday ta'kidlaydiki, men o'sha Samarqand hududlarida, Sirdaryoni Mirzacho'llarida, Farg'ona viloyatlarida ekspeditsiya uyushtirdim va bu ekspeditsiyaning asosiy maqsadi shu bo'ldiki, ya'ni o'zbeklarni tanish, elni tanish borasida maqsadli bir ishlarni amalga oshirishga kirishdim deydi. Bu albatta meni ishsizligimdan emas deydi. Bu o'sha o'zbek urug'ini kam ishlanganligi, kam tatbiq etilganligi va uning madaniyati, etnografiyasi, el adabiyoti, ya'ni xalq og'zaki ijodi, marosimlari o'rganilmaganligi meni qiziqtirdi va bu ishni amalga oshirishimga turtki bo'ldi deydi. Va bu ishimni o'sha 4 oycha shu hududlarda yurganimda men bildimki deydi, bu ishni 2 sistemada olib borishim kerak ekan. Ya'ni birinchisi o'zbek urug'i haqida, uning tarixi haqida surishtirishim va bilishim kerak bo'lsa, ikkinchisi esa o'zbeklarning el adabiyotini, ya'ni og'zaki adabiyotini o'rganishim kerak ekan. Ana o'shanda ularning madaniyatini bilar ekanman, ana o'shanda ularning kimligini va ular qanday yashashayotganini, ularning tarixi, o'zligi nima ekanligini, milliy qarashlari qanday ekanligini anglar ekanman degan ikkita tamoyilni o'zimga qo'yib oldim va shu asnoda deydi, el adabiyotini yig'ish uchun men Fozil Yo'ldosh, ya'ni Fozil Baxshi deydi, bola baxshi va bir qancha Ergash Jumanbulbul o'g'lilar bilan deydi, ya'ni madaniyat sohalarini bir vakillari bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashdim, ulardan topishmoqlar yozib oldim, maqollar, qo'shiqlar, marosimlar haqidagi madaniy merosimizga oid bo'lgan barcha jarayonlarni yozib olishga harakat qildim deydi. Alpomish doston bir paytlar markaziy jurnallardan birida xalqchillik bayrog'i ostida degan maqolada shunaqa bir kurakda turmaydigan gaplar bilan tanqid qilinganki, hayron qolasiz. Masalan, o'sha maqolada Alpomishning dunyoni kezayin, dushmanni jazosini berayin degan so'zlari go'yo bu bosqinchilikni targ'ib qiluvchi asar sifatida qoralangan. Qorajonning Alpomishga yordamini qulning quldorga bo'ysunishi tarzida, ya'ni feodalizmning qo'shnoqdagi sarqitlari tarzida talqin qilingan. Akademik To'ra Mirzayev aytadilarki, insonni, odamni o'ylantiradigan narsa, alam qiladigan narsa shuki, maqola mualliflari birortasi hali birorta baxshidan Alpomishni eshitmagan, to'liq eshitmagan. O'sha rus tiliga qilingan tarjimaning ma'lum bir qismiga qarab xulosa chiqargan deganlar. G'ozi olim Yunusov bevosita o'zlari baxshlari bilan uchrashib, xalq og'zaki ijod namunalarini, jumladan Alpomish dostonini yozib olganlar. Mening tomonimdan yozilgan Alpomish dostoniga Alpomish Botirning boshidan o'tgan butun voqealar kiradir. Men bu dostonni o'zbek oqillari og'zidan yozganda eshitilganicha yozishga va voqealarinda da hech bir lavhani, hatto ayrim ta'birlarni qoldirmasga tirishdim. Bundan maqsadim shul mahallardagi o'zbeklarning lahjalarini qayd qilmoq va voqealarni to'lalig'icha saqlamoq edi. G'ozi olim Yunusov. Va folklorshunoslikda bizga ma'lumki, ya'ni obyekt, topilgan obyekt va undagi o'sha namunalar eng asosiy qolip hisoblanadi. Ya'ni tadqiqot qilishimiz uchun ham, fanni rivojlantirishimiz uchun ham ana shu jarayonda G'ozi olim Yunusovni eng katta bir
alla janri bilan bog'liq eng katta yutuqlari bizga hozir kungacha bir nazariy ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Ya'ni Ergash Jumanbulbul o'g'lidan deydi, alla yozib oldim men deydi va uni deydi noshir qilmoqlikni istadim deydi. Va bu nima maqsadda deydi? Aytadiki, allalarni eshitgan farzandlar jasur deydi, yurtsevar, mehnatsevar bo'lib o'sishar ekan. Buni biz ko'p yillardan beri bilamiz. Shuning uchun ham el adabiyotini eng asosiy janrlardan deb bilib allalarni nashr etishimiz kerak yoki ularni onalarni ijrosi, qo'shiqchisi, qo'shig'i sifatida ijro etishini ta'minlashimiz kerakdir degan bir niyat bog'laydi u. Va shu o'rganish jarayonida qarang, allalar kuyi deydi, ikki turli bo'lar ekan o'zbeklarda deydi. Ya'ni birinchisi o'sha onalar tomonidan aytiladigan allalar, ikkinchisi esa deydi erkaklar tomonidan aytiladigan xo'yalar ham bor ekan deb bir qancha namunalarni keltiradi va bu asnoda aytadiki, bu allalarni, bu xo'yalarni nafaqat bir ya'ni tazyiqqa uchrashi muhim bo'ladigan bir diniy oqimga sudrauvchi vosita deb bilishimiz mumkin. Unday emas, ular shunchaki deydi onani ichidagi o'sha his-tuyg'ularini, mehr-oqibatlarini yoki otani farzandga tilaklarini aytib beruvchi misralar ekan. Bularni madaniy hayotimizdagi tutgan o'rnini o'rganmas ekanmiz, bularni targ'ib etmas ekanmiz, o'zbek elini tanimaymiz, ularni adabiyotini tanimaymiz, ularning madaniyatini tanimaymiz degan bir qarashlar bilan maqolasiga kiritadi. Agar hozirgi sharoit bilan texnika vositalarini solishtirganimizda u kishi ko'rsatgan ish chinakam jasorat va fidoyilik ekanligiga amin bo'lasiz. Topishmoqlar janrini ham to'plar ekan, aytadiki, jumboqlar deb ataladigan hududlarda men topishmoqlarning yangicha variantlariga ham guvoh bo'ldim. Demak, bizni xalqimizni tanish uchun uning madaniyatini o'rganar ekanmiz. Uning o'zi hayoti jumboq ekanligini ko'ryapman, chunki uni ichida bir qancha jumboqlar bor ekan va bular ularning madaniyatini aks ettiradi degan fikrlarni ham beradi. 1933-yilda O'zbekiston SSR Xalq komissarligi Sovyeti fan komiteti G'ozi Olim Yunusovga o'zbek tilining akademik grammatikasini yaratish topshirig'ini beradi. Katta hajmdagi grammatika qo'lyozmasi 1937-yilga kelib tayyor bo'ladi. Taassuflar bo'lsinki, qo'lyozma ham, uning muallifi ham kommunistlar qatag'oni qurboniga aylanadi. 30-yillardagi qatag'on bu markazning ko'rsatmasi bilan sovet tuzumiga muxolif bo'lgan har qanday sovet tuzumini oldin muxolifat sifatida bilgan har qanday insonni, har qanday kishini yo'q qilishni maqsad qilganda yuqoridan berilgan topshiriqlar asosida vaqti bilan tozalashlar o'tkazib turilishi kerak edi va sovetlar bu yerda qo'rqqan eng kuchli toifa bu aholi qatlami hech shubhasiz bu ziyolilar bo'lgan edi. Ana shunday sharoitda 1937-yil o'zbek ziyolilarining juda ham bir katta qismi yo'q qilishga, qatag'on qilishga kirishildi va bu qatag'on siyosatidan G'ozi Yunus olim ham chetda turmadi. 1937-yil 24-aprelda G'ozi Olim Yunusov ham boshqa jadidlar singari aksil inqilobiy tashkilot a'zosi sifatida qamoqqa olindi. Unga panturkist, burjua millatchi kabi ayblovlar tirkaldi. 1938-yil kuzi turkistonliklar uchun g'oyat og'ir keldi. Shu yilning 4-oktyabr sanasida ko'pchilik jadidlar qatori G'ozi Olim Yunusovning hayot daftariga ham qonli nuqta qo'yildi. Jadid ma'rifatparvarlarning ilmiy ijodiy ishlarini tadqiq etar ekanmiz, ularning nechog'lik jasur va fidokor bo'lganliklarini anglaymiz. Bugungi tinch va osoyishta kunlar o'z-o'zidan kelmagani, mustaqillik ne'mati ortida jasur ajdodlarimizning qutlug' qonlari borligini his qilamiz. G'ozi Olim Yunusov singari ilmli, zaki va mard bobolarimizning hayoti va faoliyati biz uchun hamisha yorqin ibratdir.